5-yanvar 2026-yil. Soat 2 bittagidi. Odam rosa ko'p chigarlar. Akalar mazza qilib o'tirishibdi. Ana qarang, mazza. 10-yanvar kuni ehson 50 kilo guruch to'g'ri damlaymiz. Chigarlar kelaverasizlar. Qachon bir o'tiramiz. Bir sizlarga ehson qilib beraman-da. Kelaverasizlar. Choy tashkil qilaman. Hammasi yaxshi, o'g'il. Yashan, maza qilib o'tirishibdi akalarimiz. Hamma maza bilan ko'lda. Butun O'zbekistonni o'chirishi. Voy lan! Ya chiqarib oldi natijani ya. Natijani chiqarib yormaylar akalar. Natijani chiqarib oldi. Butun O'zbekistonni numaradan o'chirib shu yerda. Odamlarning iPhone'i ham bor o'chirib. Mazza qilib o'tiribdi. Mazza. Faqat baliq qo'shirib o'tirib. Mazza qilib. Hojim nima bo'lyapti? Yaxshi azizcha. O'zbekistonni butun ovchi baliqchi akalarimizga nima talab bildirib qo'yasiz? Hammalarni o'g'lariga rivoj tilaymiz-da. Ha, kelishaydi-da. Ha, kelaveringlar shu yerda dam ham yaxshi bo'libdi, baliq ham yaxshi bo'libdi. Bellayn kuliga. Ha, bizga o'xshab birorta Maqol yo'q. gazini bo'lsa. Ha, bo'pti, au deb. Au. Gap yo'q. Ya'ni, yordilar ukamga. Mana, gap yo'q. Akalarimiz mazza qilib o'tirishdi. Harmoqlan, kruto o'ynab ko'rdi. Ikkita dazab qo'ydi. Kech qoldi. Ha, baliq bugun kechib olib keldik-da. Manzaraga qarang jigarlar. Mazzami? Mazza qilib tomosha qilib, tabiat qo'ynida madaniy horda qolib o'tirishdi akalarimiz odam rasta ko'p. Hojim, ishlar bo'lyaptimi? Gap yo'q, yasha. Hamma mazza sizlarniki ekan, o'zi pochcha. Yasha. Yasha. Hoca aka, nima yangiliklar? Yaxshi baliq to'kildi, mana kelaverasizlar. 100 kilo baliq to'kildi, ha?